Kanada baş elçisini Tashqi ishlar ministrligiga chaqirgan Xitoy Huawei şirketining bosh moliya amaldori Ming Wenjunning qo'lga ilinish sababi haqida Kanadaga ultimatum topshirganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Ming Wenjun qo'yib berilmasa ig'ir oqibat kelib chiqadiganligini ta'kidladi. Pakistan armiyasi bir guruh Xitoy askarlari bilan o'rtaq manevr o'tkazish uchun 8 dekabr Pokistonga kelganligini e'lon qildi. Xitoy va Pokiston alohida xizmat guruhiga tava bo'lgan bu askarlarning Pokistonda 3 hafta davomlashadigan Jangchi 2018 VI harbiy manevrga qatnashadiganligini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlatning asosiy qonunining qabul qilinganligining 26 yillik munosabati bilan 136 nafar mahbusni kechirim qildi. Toshkentda asosiy qonun ma'qullanganligining 26 yillik munosabati bilan o'tkazilgan marosimga qatnashgan Mirziyoyev qilgan jinoyatga pushaymon qilgan va tuzilish yo'liga kirgan 136 nafar mahbusning kechirim qilishiga doir qarornomaga imzo qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev iyunda davlat tarixida tunji qatim Ramazon oyi munosabati bilan kechirim qaroriga imzo qo'ygan edi. İsrail armiyasi Şimal qalqini hərbi hərəkəti dairəsində Livan chegarasidagi İsrail askarlarining Hizbullah terrorluq tashkilotiga a'zo deb qaralgan kishilarga chegaraga yaqinlashganligi uchun o'q chiqarganligi bildirildi. İsrail armiyasi 4 dekabr seshanba kuni Livan chegarasida Hizbullahga tava deb qaralgan tonellarni o'tirg'i chiqarish uchun Shimoliy qalqini nomidagi harbiy harakat boshlagan edi. Fransiyada ko'chalardan kirmagan seriq chigirtkaliklarning faoliyatlari davlat chegarasidan halqidi. Belgiya va Gollandiyada hukumat doiralarining iste'fo berishini talab qilgan kishilar seriq chigirtkalar bilan ko'chalarga to'kildi. Belgiyaning poytaxti Bryusselda ijtimoiy qish kelyotidi shuari bilan ko'chaga chiqqan seriq chigirtkaliklar sababli yaqindan bu yanqi eng shiddatli kuch ko'rsatish o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan birga Gollandiyada seriq chigirtkaliklar asosligi Lahay, Amsterdam va Rotterdam qatorliq shaharlarda to'planib hukumatni iste'foga chaqirdi.